Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Quyosh va eksansiyalar mavzusi bo'yicha turkum videolarimizni davom ettiramiz. Obyektdan gapiramiz. Bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridagi ushbu xonadonga o'rnatilgan quyosh va eksansiya haqida obzor qilamiz. Xo'sh, ushbu stansiya joylashgan manzili Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri, Yangiyo'l bozorini ro'parasidagi ushbu xonadon hisoblanadi. Bu yerga biz 10 kilovat gibrid akkumulyatorli quyosh va eksansiya o'rnatib berganmiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, ushbu 10 kilovatli gibrid quyosh stansiyasi tarkibi hozirgi bulutli havoda qancha generatsiya qilayotgani, shuningdek, mijozimiz subsidiya orqali ushbu stansiyani o'rnatganda qancha mablag' tejaganligi haqida to'liq ma'lumotlarni bilib o'tasiz. Agar siz kelajakda quyosh stansiyasi o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ushbu video siz uchun muhim hisoblanadi yoki elektrga hozir xarajatingiz juda ham ko'p bo'lsa ham ushbu video siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring, ulashing, yaqinlaringizga quyosh paneli o'rnataymi, yo'qmi deb o'yda yurgan tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Demak, biz boshladik, obyektdan gapiramiz. Xo'p, ushbu mijozimiz Energiya samaradorligi milliy agentligining dasturi bo'yicha 20% subsidiya asosida quyosh stansiyasi o'rnatgan. Xo'sh, stansiyamizni ko'rib turibsiz. Xo'p, stansiyamiz panellari Longi Haymo Xon quyosh paneli hisoblanadi. Umumiy 16 dona o'rnatilgan. Xo'sh, hozir mana Toshkentda bulutli ob-havo birmuncha va stansiyamiz tarkibida gibrid invertor bor. D brendi ishli gibrid invertor va litit temir fosfat akkumulyator ham o'rnatilgan. Xo'sh, keling, generatsiyasini ko'rishni xonadonning ichiga kiramiz. Mijoz ruxsat bersa albatta. Xo'sh. Mana mijozimiz mana shu uy xonadonlari juda ham tor, lekin maydondan tomidan unumli foydalanish maqsadida quyosh paneli qo'ygan. Chunki o'sha Yangiyo'l shahrida elektr juda ham ko'p o'char ekan va shundan kelib chiqib aynan gibrid stansiyaga uyni moslashtirishga tomdan unumli foydalanib, mana tom tunikali ko'rib turibsiz, atsikon zaynamadigan konstruksiya bilan o'rnatilgan. Mana shunday xona ajratilgan akkumulyator invertor uchun. Hozir invertor ishlayapti. Invertorni ko'rsatishdan oldin mana bunday holatda shitlarimiz terilgan, uzib, peridahaytil, DC avtomatlar qo'yilgan, uziblik qo'yilgan. Hop, B invertorimiz hozir generatsiya beryapti. Oling buni. Ko'rib turibsiz, 3.2 kilovat generatsiya beryapti. Hop, shundan 0.22 kilovat elektr uyda hozir iste'mol bo'lyapti. Qolgani davlatga o'tib ketyapti. Xo'sh, litit temir fosfat akkumulyatorimiz mana bu yerga joylashtirilgan. 10 kilovat umumiy D brendida ishli litit temir fosfat akkumulyator. Kafolat muddati 5 yilni tashkil qiladi. Invertorimiz bo'lsa, umumiy ishlash muddati 10 yil, kafolat muddati esa 5 yilni tashkil qiladi. Hop, mana shu xonadonning egasi Igor akamizga umumiy 10 kilovat gibrid stansiya o'rnatilgan. Hop, Igor akani o'rnatish jarayoni qanday bo'lgan? Hozir videoga tushishni xohlamadilar. Xo'sh, Energiya samaradorligi milliy agentligining o'zining platformasi bor. Platformadan qanday ro'yxatdan o'tish, audit xulosasini olish, audit jarayonlari, mahsulot tanlash, to'lov qilish, bular haqida biz undan oldin ikkita video qilgan edik. Agentlikning o'zi taqdim qilgan darsliklarni ham Telegram kanalimizga yuklab qo'yganmiz. Bemalol o'tib, tanishib chiqib, o'zingiz mustaqil kompaniyalarni, jarayonlarni boshqarsangiz bo'ladi. Agarda yo'q, barchasini kompaniyalar o'zi qilib bersin desangiz, mana bizga murojaat qiling, pastda raqamlar bor. Biz 0.100% barcha ishlarni, hujjatlarni o'zimiz tashkillashtirib, o'zimiz qilib beramiz. Faqat sizdan o'sha maxsus so'ralgan ma'lumotlarni bersangiz bo'ldi. Xo'sh, ya'ni boya gapim chala qoldi. Igor akani o'zi platformadan ro'yxatdan o'tgan, o'zi audit xulosasiga ariza topshirgan, o'zi audit xulosasi bo'yicha mahsulot tanlagan. Mahsulot tanlashdan oldin albatta biz bilan kompaniya bilan bog'langan va mana ishlar tugatilib,
oxirgi jarayon hokim yordamchisi tasdiqlovi kerak bo'ladi. Hozir biz shunga kelganmiz. Hokim yordamchisi, ya'ni mahallaning hokim yordamchisi jarayonda birgalikda ishtirok etishimizni so'radi va shuning uchun keldik. Hozir qolgan, ya'ni hokim yordamchilarining xulosalari qanaqa bo'lishi haqida mana shu video davomida bilib olasiz. Mana azizlar, bizda mana mijozning o'zi barcha jarayonni boshqargan, o'zi ro'yxatdan o'tgan, o'zi ayt xulosasiga topshirgan, o'zi kompaniya bilan gaplashib, o'sha lot tanlab to'lov o'tkazgan. Biz bilan bog'langandan keyin o'sha menejerlar Oybek bu narsani hal qilgan va mana o'rnatib ketishdi, ishga tushirib ketishdi. Adashmasam 4 kun yo 3 kun bo'ldi. Ishga tushganiga. Oxirgi bosqichda sizni tasdiqlash kerak bo'ladi. O'sha shartnoma bo'yicha qurilmalar o'rnatilganmi yo'q, tasdiqlash kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha talab doirasida quyosh paneli elektr stansiyasi talab darajasida o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligini ham biz uni haqiqatan ko'rib, ishonch hosil qilingandan keyin davlatimizdan ajralayotgan subsidiya mablag'larini maqsadli foydalanish uchun bizlarni tasdiqlovimiz kerakligi menimcha. Chunki menda birinchi marta bu pozitsiya bo'lyapti hozir. Shuning uchun men sizlarni ham chaqirdim. Mana fuqaroni o'zi, hokim yordamchisi hamma birgalikda mashina bitta master klass qilib, chunki bizda fuqarolar bor. Misol uchun Navro'z mahallasida 4300 tadan oshuv fuqarolar bo'lgan bo'lsa, 4300 ta, ya'ni bu degani 1017 ta xonadon degani. 1017 ta, ya'ni 10% bo'lganda ham 117 ta 107 ta xonadon bo'ladi-da. 10% qo'ydirganda ham 107 ta. Bu qanaqa kolleksiya kontingent. Ya'ni o'sha elektr energiyasiga bo'lgan talab kamayadi, davlat yuklamasi kamayadi. Shunaqa. Imtiyozlari mana aytyapsiz, mol-mulk solig'idan ozod qilinadi. 10 yilida nimaga igraga 15 yil beribdi. 15 yil mana mol-mulk solig'idan ozod qilinar ekan. Bu bitta ozod qilinishi emas, mana noto'g'ri tushunmasin. Bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravar va 2 baravarigacha bo'ladi bu. Bazaviy hisoblash miqdori 2026-yil 1-sentyabrdan 430 ming bo'lyapti. 430. Demak, agar on-grid, ya'ni akkumulyatorsiz quyosh paneli o'rnatsa, mahallangizdan kimdir yoki umuman O'zbekistondan kimdir, O'zbekiston fuqarosi, xo'sh, 3 yilgacha bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar va 2 baravar yer va mulk solig'idan imtiyoz beriladi 3 yilgacha. Akkumulyatorsiz bo'lsa, agar akkumulyatorli qo'ysa, o'zi o'sha hujjatda yozilgani 25% gachadan ko'p bo'lsa, o'sha quyosh panelida 25% ta'minlaydigan akkumulyator bo'lsa, 10 yil mana shu imtiyoz saqlanadi. 10 yil. Demak, deylik xonadon o'zi quyosh panel chiqargan hamma tokni iste'mol qila olmaydi, baribir. Bu endi chasbik paytlarida ko'proq iste'mol qiladi xonadon. Qolgan paytlar bo'sh etadi. Mana shunday holatda, misol uchun hozir Igrakani stansiyasi iste'moli biz videoda ko'rdik, 0.22 uyga ketyapti. 243 kilovat davlatga sotilyapti. Bunga davlatimiz 1000 so'mdan to'lab beryapti. Ya'ni har bir soati uchun 243 kilovat ishlab beryapti tok. Hozircha shunday, sabab bulutli. 10 kilovat stansiya misol uchun oddiy holatda bir kunda ishlab chiqarish verovatkasi 40 kilovatdan ko'p. O'zini iste'mol deylik 10 kilovat bo'lsa, 30 kilovati bu davlatga sotildi degani 30 ming so'm qo'shimcha daromad. Nega 30 ming so'm shu qo'shimcha quyosh nuridan davlatga pul to'lamaydi, qo'shimchasiga daromad qiladi. Xuddi shunaqa. Xuddi shunday. Mana stansiyani ko'rishingiz mumkin. Har bir ichkariga kirib ko'raylikchi, stansiya haqida yaxshi tushuncha bering. Xo'p, mana gibrid stansiyamiz bu invertori deya. Umumiy garantiyasi 5 yil. 5 yil ichida endi bizda kompaniya bergan taklifiga ko'ra mijozlarga 5 yil ichida nimadir muammo bo'lsa ham almashtirib beriladi yangisiga. Da. Albatta jiddiy holatiga qarab. Agar o'sha kichkina elementarniy o'sha sozlamalar nosozlik bo'lsa, ular ta'mirlanadi bepulga, zapchastlar pulida. Lekin jiddiy holatlarda 100% almashtirib beriladi yangisiga. Xo'p, batareya bu ham D1 brendiga tegishli litiy temir fosfat akkumulyator. Litiy fosfat akkumulyator. Litiy temir fosfat akkumulyator. Umumiy sikl bu 6000 sikl, ya'ni 6000 marta to'ldirib, 6000 marta bo'shatishga yetadi. Kafolat muddati 5 yil berilgan bo'lsa ham, umumiy ishlash muddati, ishlash davri, samarador ishlash davri kamida 10 yil. Bo'lmasa 16 yil, 15 yil bemalol ishlatsa bo'ladi. Effektiv akkumulyator ekan. Xuddi shunday. Oddiy akkumulyatorlardan farqi bu juda ham o'sha uzoq muddat xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Shunaqa. Himoya avtomatlari ham mana stansiya xavfsizligi uchun belgilangan nominal quvvatdagi hammasi qo'yilgan. Agar Igrakada svet o'chib qolsa, avtomatik stansiyaga o'tadi.
u o'tganini bilmay ham qoladi. Ha, akkumulyator o'zini ehtiyojiga qarab turib zaryadini berib turadi. Xuddi shunday. Sistema davlat sveti o'chdimi, srazi invertor ishga tushadi. Tushunarli. Uyga srazi beradi avtomat. Avtonom rejimda. Ha, sezmay qoladi. O'chmaganini sezmay qoladi. Tushunarli. Xuddi shunaqa. Xo'p, panelimizga kelsak, panelimiz Longi Haymo Xon quyosh paneli. Bu hozir mana shunday bulutli ob-havoda ham yaxshi ishlash majburlab turadi. Boshqa keyin e'tibor bersangiz, zanglamaydigan metal konstruksiyadan foydalanganmiz. Zanglamaydigan metal konstruksiyadan qo'yilgan ostki qismi uchun o'sha xavfsizligi tom bilan uchta uchadi. Ya'ni kompaniyamiz kafolati qanaqa? Agar shamol bo'ladi, force major holatiga kirib ketadi ko'pchilik. Agar tom bilan birga uchsa, force major. Ha. Agar quyosh paneli o'zi uchib ketsa, biz yangisini qo'yib beramiz. Ha, kafolat berasizlar Kafolat beramiz. almashtirib berishga. Xuddi shunday. Panel uchun. Panelning alohida kafolati ham bor. O'zini samaradorlik foizi maksimal 24.6-24.8 gacha. O'sha endi 100 deb olsak uni, birinchi yil 1% tushadi samaradorligi. Keyin ikkinchi yildan to 29-30-yilgacha 87.4% dan pastga tushib ketmasligiga 30 yil kafolat berilgan. Ha, 87.4% ga samaradorlik ushlab turadi. Ha, 30-yilga borib mana shu panel 87.4% dan yoki 87% dan pastga chiqib ketmasligiga 30 yil kafolat berilgan. O demak 30 yil effekt bilan ishlab berishga garantiya berasizlar. Xuddi shunday. Tushunarli, aka. Ismingiz nima edi? Adham. Adham aka, bu основной hozir praktik holatlarini ko'rib o'rgandik. Endi o'sha bazaga qanaqa kiritilishlari birgalikda hali uni ham ko'ramiz. Sizga men zaявkalar berishlari, sizga jo'natib qo'ydim. Kerakli ma'lumotni. Bo'ldi. Bemalol kirib o'sha onlayn mahallada energiya samarador qurilmalar bo'limi bor. Yo, uni tasdiqlash jarayonini tushundim. Tasdiqlash jarayonigacha bo'lgan. Misol uchun fuqarolar zaявka berish bilmaydi-ku. Biz bekorga qo'yilmaganmiz. Hokim yordamchilari to'g'ridan to'g'ri ular ariza bera olmaydi. Bizlarning ko'magimizda o'sha platformaga ariza kiritish yetarli. Platformani o'zida ro'yxatdan o'tish bo'yicha videolar bor. Tashlab beraman sizga. Qo'shimcha o'zimiz qilgan video ham bor. Aniqroq tushuntirilgan. Nimaga unaqa bo'ladi, nima kiritiladi. Misol uchun qarang, Igrakka qancha to'ladingiz? Mana shu stansiyaga o'rnatish uchun bankka. 69 million 600 ming so'm to'ladi deylik. 10 kilovatli bu. 10 kilovatlik stansiya. Gibrid. Ha, gibrid stansiya. O'zini ko'chadagi narxi, mas shunday subsidiyasi kelaman desangiz, 87-90 milliongacha bo'ladi tom holatiga qarab. Ha. 87-90 million. Subsidiyani hisobiga Hozir subsidiya davlatimiz quyosh paneli o'rnat 20% o'zim to'lab beraman deyapti. Subsidiyaning hisobiga mana shunaqa 69.600 mingga tushgan ijozga. Bu ham xalqimizga qulaylikda. Xuddi shunday. Xalqimizga qulaylik. Bu sifatdagi bu panel bilan, bu invertor yoki bu batareya bilan bunaqa narxda 69.600 mingga sizni og'ayingiz bo'lsa ham qo'yib bermaydi, to'g'risi. Shuna davlatimiz yaratgan imkoniyatdan foydalanish kerak. O'zlari uchun davlatda hech qanday manfaat yo'q. Fuqaro ham o'rnatsin, mana foydalansin. Darmoqqa yuklama tushmasmi? Svet o'chirishini, misol uchun, svet ko'p o'char ekan bu yerda. To'g'ri. Svet o'chishini ko'pini avariya holatlarida davlat harakat qilyapti. Tashqi ayrim mas'ullar. O'zi svet ko'p o'tishini ham davlatimiz rahbarini ham metroflarga tushgan. Yangiyo'l tumanli Yangiyo'l shahar hozirgi modernizatsiya ishlari amalga oshirilyapti. Biz ham xuddi shunga hamnafas bularni targ'ibot tashviqot ishlarini ham borib amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni sizlar bilan hamkorlikda birgalashib. Xudo xolasa. Vazir keldi. Vazir bo'lganidan sirasi Yangiyo'lga keldi, bilasizmi? Shunaqa. Energiya vaziri. Shunaqa. Shunga hayron qoldim-da. Bo'ldi aka. Shunaqa. Xullas, aziz yurtdoshlar, mana Navruz mahallasi hokim yordamchisi Azim aka bilan mana to'liq stansiyaning ish holatini kuzatib ko'rdik va endi mana tasdiqlayman deyaptilar. Ya'ni davlatnomani imzolaydi, xudo xolasa. Kamchiliklar bo'lsa, bemalol kadr ortida ham aytsangiz bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Xo'p. Mana Yangiyo'l shahri Navruz mahallasidan kimdir bo'lsa, umuman Yangiyo'l tumanidan kimdir quyosh elektr o'rnatmoqchi bo'lsa, mana bizda raqamlar bor. Qo'ng'iroq qiling, barcha ishni o'zimiz amalga oshiramiz. Bizdan hech qanday qo'shimcha to'lov, badal, shartnomadan tashqarida olinmaydi. Va iloji boricha sifatli qilib, xudo xolasa, kafolatlari bilan stansiyangizni ishga tushirib beramiz. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling.